Cho'lponning Kecha va kunduz asari. Kecha va kunduz o'zbek yozuvchisi Abdulhamid Cho'lpon tomonidan yozilgan roman. Bu asarga o'tgan kunlar asari darajasi deb baho berilgan. U o'zbek adabiyotidagi ilk roman, dialogiya bo'lib, 2 kitobdan iborat. Birinchi qismi kecha 1933 va 34-yillarda Moskvada yozilgan. Dastlabki boblari 1935-yilda Toshkentdagi adabiy jurnalning 1-sonida bosilgan. Asar 1936-yilda to'liq holda nashr etilgan. Asarda voqealar ilk bahordan boshlanib, qish chillasida tugaydi. Cho'lpon romanning amal keldi maqolini epigraf qilgan. Kecha va kunduz romani faqatgina kecha qismi mavjud. Olimlarning taxminicha Cho'lpon kunduz qismini ham rejalashtirgan yoki yozgan bo'lishi ham mumkin. Dialogiyaning to'liq emasligi olimlarga Cho'lponni maqsadi haqida taxmin qilish imkoniyatini beradi. Ba'zi olimlar Cho'lpon faqat kechani yozgan, kunduz qismi borligi haqida mulohazalar sovet kuzatuvchilarini mamnun qilish uchun aytilgan deyishadi. Boshqalari esa Cho'lpon kunduzni ham yozgan, lekin hibsga olishganda asar musodara qilinib yo'q qilingan deb hisoblanadi. Romanning bugun deb atalgan 2-qismining taqdiri to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Holbuki kechada tasvirlangan voqealarning mantiqiga ko'ra, romanning kunduz qismidagi Zebini Sibirga surgunidan, Miryoqubning Qrim safaridagi keyingi hayotlarini tasvirlashi lozim edi. Birinchi kitobda tasvir etilgan voqea Birinchi jahon urushi endigina boshlangan kezlarda O'zbekiston viloyatlaridan birida bo'lib o'tadi. Asardagi asosiy g'oya mavjud tuzumni tag tomiri bilan o'zgartirishdir. Kecha va kunduz romanida xalq va jamiyat hayotida muhim ahamiyatga molik bo'lgan barcha ziddiyatlar, adibning bor orzulari ifodalangan. Unda mehnatkash xalqning, xususan xotin-qizlarning og'ir kulfati-yu mashaqqatlariga to'liq hayoti jonli voqealarda yorqin obrazlar vositasida tasvirli va ishonarli tasvirlangan. Asardagi asosiy ijobiy qahramonlardan biri bo'lgan go'zal va xushovoz, sodda va huquqsiz Zebi timsoli fikrimizning dalilidir. Muallif Zebi taqdirida Razzoq Sofi va Qurbon bibi taqdirida butun bir xalqni davrga xos fojiali hayotini yaqqol ko'rsatib beradi. Lekin bu fikrlar albatta bizning taxminimiz. Aslida esa bizni qo'limizdagi romanning dastlabki qismigina bor xolos. Agar shu qismida tasvir etilgan badiiy voqealikdan kelib chiqsak, unda Cho'lpon aytmoqchi bo'lgan yaxlit fikr, katta g'oya bor. Va bu g'oya asarda o'zini yorqin ifodasini topgan. Kechani kunduzlarga almashgan kitobxonim, kitob mutolaasiga befarq bo'lmagan kitobxonim, ushbu kitobni mutolaa qiling.